Averlokam joy qolishi kerak. Ishlab tutgan yerda ishni tortamizdan, bu kisalarini dog'lab beramiz, to'lanib qolmasligi uchun shunday tutib turib, tartib tutgan holimizda tikib chiqamiz. Agar tortib $2 bo'lsa, agar novichoklar bo'lsa, shunday yerlarini qo'llaringizda ko'klab chiqsangizlar bo'ladi. Chunki bunday velurovoy metallarni tikib sutish do'rigamida izi qolib ketadi. Bir tikkanda chiroyli chiqarishimiz kerak. Agar u yerim bo'lmasangizlar, yangi o'rganayotgan tikuvchilarimiz boshda qo'l bilan ko'klab chiqib yoki bo'lmasa bulovkani 4 keridan emas, 6, 7 yaqin bulovkalar chiqib, keyin tikishlaringizni savit beraman. Shunda to'g'ri chiqib chaklaringiz. Bulovkadan o'tayotimiz. Ehtiyot bo'lamiz, innani sindirib bermasin bulovka. Telarni tutib birlashtiramiz, чтобы ichani qochib ketmasin, velurni zo'rsi bo'lgani uchun suyishib ketishi mumkin. E'tiborli bo'lib turamiz har bir detalini. Yana bulovkaga ham keldik. Agar xohlasangizlar bulovkani chiqarib olishlaringiz mumkin. Choyklarini dog'lab berib, averloklarimizni choylari har bir choyga qaysi tarafga qarashini e'tibor etamiz. Yana tortamiz tutgan holimizda e'tibor qilamiz. Yana bir marta aytaman, qizlar tikib sutishga do'rigamida agar shunday barqli velurlarimiz bo'lsa, erinmasdan bulovkalarni ko'proq atib yoki bo'lmasa qo'lchaklar bilan tikishlaringizni savit beraman. Yangi o'rganib bilgan qizlarimiz bo'lsa. Men ishni ettirib davom etaveramiz. Polni krugni tikib chiqamiz. Hozir ko'rsatganimdek etib, yana tikib tugatib oldik. Ishning rastayanida bo'ladi. Bir yarim ko'proq, 1-2 nasida chiqsangiz bo'ladi. Yana bu choy kirib ketilgan poyezdning o'zini choyki, bu tiyindan qo'shgan choykimiz. Necha bir xil chiqqan. Hozir endi buni inash holatida averlok etamiz. Averlokni aytganda choykimizni rastayanasi bir xil bo'lishi kerak. Bunda qancha ishi tikib turgan choykimizda choyqul averlok etishimiz shart emas. Orasida где-то вот так 0,5 sm qolsa, bu normal. Ko'plarimiz ishi belini ishlagan vaqtida poyezdni основа mana shu bryukumizda dabot etgan vaqtida bir dona averlok bilan tikib qo'yaveradi. Bir dona averlok bilan yana bunday дополнительный choy qo'shmasdan tikib qo'yaveradi. Men savit etgan bo'lar edim, shu poyezdimizni обязательно дополнительный choy bilan tikkan yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki hamma vaqt nagrozga tushadi poyezda, sotilib cho'zilib ketmasligi mumkin. Agar averlokingiz 4 tipli bo'lsa, ba'zi bilan дополнительный yonidan choy o'tinglar qizlar, erinmasdan. Yine kızlar averlokam etib chiqdi. Ishning bo'lib, yana pasatkalari bir xil bo'lib chiqadi ham yeri. Odam kiygan vaqtida yana shu choyki tekis bo'lib oldinda turadi. Ham orqasi to'lanib ketmaydi yana. Orqalaridan ko'rsatishim mumkin. Yana bir xil bo'lib chiqdi. Ham chiroyli chiqadi. Ham rastayanasi, mana bu averlokni o'rtasidan rastayanasi poyezdimizni strochka etgan vaqtingizda e'tibor etishlaringizni so'rayman, чтобы bir xil bo'lishini. Yana bitamasi bir xil bo'lib chiqqan. Bular ham e'tibor etadigan yerlaridan birisi texnologiya bo'yicha tiksangizlar, hamma narsalaringiz hamisha chiroyli chiqadi. Tikuvchilik kasbi erinmaydiganlar uchun deydi-ku. Mana o'sha chiqdi. Ichini choykadan ko'rsataman qizlar. Mana ko'ringlar. Averlok bilan rastayanasi, men spesialni sal ochiqroq svet naq bilan averlok etdim görünüşü uchun. Shart emas 4 iplimi, 3 iplimi ataversa, ishning где-то 0,5 sm qolsin. Ham bir xil bo'lib chiqsin, bir xil bo'lib chiqsa, o'sha bo'lib turadigan choklaringiz. Bo'lib turadi. Ham качественный bo'ladi. Не только bu bryuklada rezинкаларni o'zi любой изделияni averlok bilan ishlatgan vaqtlaringizda, masalan, go'neklar keslami, boshqa narsa keslami, har bir choykingizni rastayanasi oralig'i averlok bilan bir xil bo'lsin. Xud santimetr bo'ladimi, 0,5 bo'ladimi, 0,7 bo'ladimi, bir xil bo'lsin qizlar. Bu ham texnologiya bo'yicha boshqa bo'ladi ham. Olgan odam birinchi ichini aytadigan ishlaringizni ko'rsa, bu качество hisoblanadi. Qizlar bemalol qisqa bo'lsam, sizlarga master-klass ko'rsatdim. Ozgina bo'lsam, kimgadir bo'lsam, 1% bo'lsam, yordamim teggan bo'lsa, men undan xursandman. Layklaringizni bosib, yurakchalarni bosib qo'yamiz erinmasdan. Podpiska bo'lmag'anlar, podpiska bo'lib qo'yinglar.